Endi 15-ci məşq. 1 2 birlikteyle 1 2 16-cı məşq 1 2 17-ci məşq.
18. məşq. 1, 2, 3. On dokuzuncu məşq. 1, 2.
20 meşq. Endi birlikte bakayla. 1 2 Şükür azlık barmak meşq. İkinci meşq. 4 grazlık barmak meşqi. 1 2 22 meşqni bir kep bakayla. 1 2 23 meşq. 1 2 Thank you.
23-nji məşqni bir kep bakayla. 1 2 1 2 24-nji məşqni özüm bir kep baka. 1 2 2 2 2 2 25-nji məşq 16 bilingen çekip iliş məşqi. 16 bilingen avaz deganimiz bir odamning ichida 4 ovoz o'rinlaymiz. Birinchi ovozni chekimiz, ikkinchi ovozni ilimiz, uchinchi ovozni chekimiz, to'rtinchi ovozni ilimiz. Bu yer ta'kidlashga tegishli bir ahvol. Çoxum bu 4 ovozning qattiq yumshoqligi o'xshash chiqishi kerak. Buni o'rinlashda oldi bilan birinchi ovozni chekdik. Ilg'a vaqtimizda ma begiz qo'limizni qattiqroq tutib, naqlning uchi bilan ilimiz. O'xshashlar. Bir, iki,
26. meşq ne? 1 2 3 4 27. meşq. Yigirmi 8. meşq. Yigirmi 9. meşq o'zim bir kelib baqa. Otuzuncu meşq çekip ilip çekiş meşqi. Bu çekip ilip çekiş meşqi deganimiz aldın birodarning ichida oldingi ikki ovoz 16 ga bo'lingan, keyingi bir ovoz 8 ga bo'lingan bo'ldi. Ben bir ko'rsatib beraman. Diqqat
albatta. Otuz birinci meşik çekip iliş meşiği. Bu yuqorqiga o'xshash oldidagi bir ovoz 8 ga bo'lingan, keyindagi ikki ovoz 16 ga bo'lingan. 8 ga bo'lingan ovozni chekimiz, 16 ga bo'lingan ovozni chekib bilamiz. O'ttiz ikkinchi mashqni birlikda chalaylik. 1 2 33. meşik çekip iliş meşiği. 1 2 34. meşik zamir kipaqa. Otuz beşinci meşik Çebiyet makamının 4. meşribi.
kipaqa. Endi savatdaşlar çekitlik ovozi bilan tanışımız. Mayli qaysi ovoz bo'lishidan qat'iy nazar, shu ovozning keyniga bir chekit qo'yilsa, shu ovozning vaqtini yerimas uzartadi. Masalan, bo'ldi. Endi bir chekit qo'yilgan ekan, yerimas uzardi, bir yirmidar bo'ldi degan gap. O'zim bir kipaqa. Otuz 8. meşk.
Hem tövende Ji Chongköy ile tanışımız. Ji Chongköy'de 7. avaz deganimiz fa avaz. 8. avaz so. 7. avazlar 8. avazdan aralığını yerim qilish uchun fa ovozni mana asli fadan yerim ovoz ko'tardik. Asli fa o'rnida yerim ovoz ko'tardik. Shuning bilan 7. ovoz bilan 8. ovozning oralig'i kichik 2 graduslik interval hosildi. Bu Ji bo'ldi. Qiliq tushdi deymiz. 3. ovoz bilan 4. ovozning oralig'i tabiiy o'zi kichik 2 gradus. Bunu kötürüş düşürüş belgisi işletmeyilmedi. Şu an küçük 2 gradus tabiiy. 7. ovozda 8. ovozning oralig'i bir fa'ni ko'tardik. Shuni bilan kichik 2 gradus bo'ldi. Şu an Ji kuydagi fa'ning ko'tarilib qilish sababi mana bu yerda. Qirqinchi mashq. Ji Chongköy ovoz bosqish mashqi. 1 2 41. mashq. 1 2 42. mashqni bir kepaqa. Krong. 43. mashq. 1 2 44. mashq. 1 2 3
45-ci məşqni bizden bir baqa. Kırk altıncı məşq. Kırk yedinci məşq. Kırk sekizinci məşqni ikimiz birlik bir çayla. Kırk dokuzuncu məşq. Elliginci məşqni bizden yalnız bir baqa. Bir, iki.
51. meşq. İkinci meşq. Üçüncü meşqni o'zingizlar birga baqa. Yuqorida saboqdoshlar tamburni o'rganishdagi asos bilimlar bo'lgan qandoq o'ltirish, tamburni qandoq tutish, padini qandoq besish, o'ng qo'lni qandoq urish qatorliq mashqlarni o'rgandik. Mush bilimlarimiz asosan tövendeki küçük meşq ağlardan bir qançını jip bakaylı.